Hozirgi kunda eng ko'p berilib turgan savollardan emlash olsam bo'ladimi bolalarima deb so'raydi ota-onalar. O'zi emlash navligini tushunib olishimiz kerak. Bu emlash virusning bir shtammini bolaning organizmiga kiritish va shu bolada virusga qarshi immunitetni shakllantirish tushuniladi. Emlash nechta holatlarda olish tavsiya etilmaydi degan savollar. Emlash bolalarda nevrologik kasalliklari bo'lsa yoki allergik kasalliklari bo'lishi mumkin. Shunday holatlarda shifokor tekshiruvsiz emlash tavsiya etilmaydi. Emlashdan keyin shu qabulimizga ko'p bemorlar keladi. Bolam temperaturasi chiqib turibdi yoki shu emlash joyida qattiqlik paydo bo'ldi deb ko'p olib keladilar. Bunday holatda qo'rqmaslik kerak. Emlashdan keyin temperatura 37,5-38 gradusgacha temperaturasi chiqishi mumkin bolani yoki shu emlash urilgan joyida 2-3 santimetrgacha qattiqlik paydo bo'lishi mumkin. Bunday holatda tana haroratini tushirish uchun dorilar bor, shularni berib turish kerak. Ham shu emlash urilgan joyina magniy sulfat ampulasini paxta bilan qo'yish tavsiya etiladi. 2-3 kungacha davom etishi mumkin. Agarda temperaturasi 38 dan oshib 39-40 gacha chiqadigan bo'lsa, doktor ko'rgiga olib kelish tavsiya etiladi.